Tezroq bo'ling, ona, men sizga aytayapman, shoshilyapman. Mana shuni olib kirib tekshirtirib chiqaman. Bo'ldi, jonimga tegib ketsiz. Yuring tez. Bolajon, nima meni tashlab ketmoqchisiz? Tashlab ketmayman, shuni olib boraman, tekshirtiraman, bo'ldi, qaytib chiqamiz. Ketdi, yuring. Xo'p, dem bo'ldi. Bo'la qoling, men ketishim kerak. Gaplashib qo'yganman doktor, bo'ldi. So'rash, keyin so'rashasiz. Yuring. Oldimga tushing, bo'ldi deyapman sizga. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Mana kelinglar. Xullas, men onamga vobshe oxirgi payt tushunmayman. Mayli o'tiring chiqaring. Onamga tushunmayman. Har kuni janjal. Har kuni nimadir taqirlatadi. Kelishimni kutib turadi, svetlari yonib. Men yerda jonim bolam. Jonimga tegdi. Har kuni Men senga ortiqchalik qildim men, jon bolajon. Qattiqdir borib kel, nimadir qil, men onangman. Hali goh ko'chaga chiqib ketadilar, har o'rtog'ini ko'rgisi kelib qoladi. Bilmayman. Hozir yoshlar o'tib, aqllari zoya bo'lganmi? Xullas, men bular bilan ortiq yasholmayman. Yoshlar teng, qaynonam gрамотный ayol, o'qimishli ayol. Qaniydi hammani onasi meni qaynonamga o'xshasa, men borsam o'tkazgani joy topa olmaydilar. Qizlariga shunaqa tarbiya bergan ayolimga gap bo'lishi mumkin emas. Qaynonam tilla, meni onam o'qimaganam. O'sha jonimga tegdi men bu xotin. Nima qilsangiz qiling endi, mana shu xotinni olmasangiz bo'lmaydi. O'sha jonimga tegib ketdi doktor. Xizmatiga mana biz chetdamiz. Tushundim. Sizni tug'ib katta qilgan shu mushtipar onangizni bizga tashab qutulmoqchisiz. Shunaqa tushundim men. Shunaqami? Menga qara, u badbaxt. 30 yildan beri har xil odamni ko'rganman, lekin sendagi badbaxtini ko'rmagan edim. Sen aytayotgan shu ahmoq telba deyotgan onangni oyog'ini ostida-ku jannat. Sen og'zingdan bol tomib maqtayotgan qaynonangning oyog'ini ostida emas jannat. Qizini bir kun haydab yuborgan, ko'rasan asl basharasini. Sendagi ona bilan qaynonani farqiga bormaydigan gumrohlar ham ko'payib ketdi. Vaqtim momo men turib chiqib ketdi.